1 2 2025-yilda uyga sifatli asfalt qilish nech pulga tushyapti? Eng qizig'i bu sifatli asfaltni qatdan bilaman sizlar, do'stlar, asfaltga bitta ahamiyat bermaysanlar, mayin yaxshisidan bo'ladi, ya'ni yirigidan bo'lmaydi. Qalinligiga keladigan bo'lsak, 5-7 sm-dan kalarni qilib berishadi. Zasipkalargacha chiroyli qilib berishgan. Eng qizig'i, uklonlargacha bo'ladi. Yomg'ir, qor yog'sa, suv tushib ketadigandan bo'ladi. 1 yil garantiya berishadi. Garantiyani og'zaki emas, dokumentalni berishadi. Agar 1 yil ichida biron narsa bo'ladigan bo'lsa, bepul servislar bo'ladi. Xo'p, 1 metr, ya'ni 1 kvadrat metrning narxiga keladigan bo'lsak, 60 ming so'mdan boshlab turib xonadonlarga 65 ming so'mgacha qilib berishar ekan. Eng qizig'i, agar ko'chaga qildiraman, masalan, tonnasiga bo'ladi. Tonnasining narxi 600 ming so'mdan boshlab turib 650 ming so'mgacha bo'ladi. Bu narxlarning ichida asfalti, usta haqqi, mahsuloti, dizaynerlik xizmati, o'lchash hamma yo'g'ini o'z ichidan oladi. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa akalarimizga yeb ichishni hamda mana bunday holatda zaspikasiga metr so'yini olib bersalar ham bo'ldi. Bu narxlar vodiy bo'ylab bo'ladi. Vodiydan tashqari kelishgan holatda kimgadir shunaqa sifatli asfalt kerak bo'lsa, do'stlar, Vodiy Farg'ona asfalt jamoasiga bemalol pastda nomerlarni qoldirib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.